Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yaxshi o'tmizsa, harmonlar, xudo xolasa bu yil to'y ataman deb niyat etib turgan og'alarimiz uchun, opa-singillarimiz uchun bugun Muqaddas Gold Diamond oltin do'koniga yetib keldik. Xudo xolasa qo'llangancha sizlar narx-navolarni tanishtirib beramiz. Video davomida ko'rib borishlaringiz mumkin bo'ladi. Oltinlarni, brasletlarni, kumushlarni baholari necha so'mdan ekan video davomida ko'rib borishlaringiz mumkin bo'ladi. Bir layklarni bosinglar, xudo xolasa bugungi videomiz boshqacha bo'ladi. Qaranglar, 583-do'kon bir adresini tushuntiramiz, keyin ichana kirib turib sizlar narx-navolar bilan birgalikda tanishtirib o'tamiz. Adresga keladigan bo'lsak, Qoraqalpog'iston Respublikasi 4 tuman 4 buyum bozorinda. Bu tarafdan keladigan bo'lsanglar, Ko'sha darvoza, Burchakka darvozasining o'rtasida stenki bor. O'rta o'tarlik bor, fitish va xatar bor. Shundan to'g'ri kirib kelaverishda do'stlar, chap tarafdan olamiz. 583-do'kon. Xudo xolasa narx-navolarni ko'rib borishlaringiz mumkin bo'ladi. Baholari necha sotib turibdi, hammasini videodan aytib o'tamiz. Undan tashqari bu yerda bo'lib berish xizmatlari ham mavjud. Qani ketdik, bismillah. Assalomu alaykum. Oxunjana, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Harman, yaxshi o'tmisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Harman kishi bilan mikrofonni qislang. Necha kishi oltinlarni chiqarib, taxlab qo'yibsiz? Taxlab qo'yibmiz. Salomlashib bering. Assalomu alaykum, qadrlilar, yaxshimisizlar, yaxshi yuribmisizlar? Sog'lik, salomatlikda yaxshimi? Yaxshi, o'zingiz yaxshimisiz? Xudo shukr. Necha kishi? Aydi. Oltinlar o'zgarmadimi baholari? Oltinlar baholari o'zgarib turibdi. Har vaqtda, har bir soniyada soatma-soat o'zgaradi bizda. Uni hech kim bilmaydi, ko'tarilib ketishini ham, tushib ketishini ham. Hozir qaysidan boshlaymiz? Baholarni ham aytib o'tsangiz, to'y boshlovchilar uchun komplektlar bor, ya adrenalishni birli oltin yuziklar bor, bir baholarni tanishtirsangiz xudo xolasa. Bo'ladi. Hozir ko'p to'ychilarimizga ana shunday komplektlarni tavsiya etib turibmiz. Bular so'nggi chiqib turgan, so'm oltindagi quyma ishlangan, qosh boshi yo'q, umuman hamma yeri quyma ishlangan oltinlar, komplektlar. Ava, quyma, pishirilgan emas, tekshirilganlar ham bor bu narsadan, lekin bu narsalar hozir bizda yo'q. Agar shunday narsa kerak, menga tekshirilgan bo'lsa, budjetniroq variantda kerak deydigan klientlarimiz bo'lsa, buyurtma asosida oldirib berib bilamiz. Har xillardan bor, zakaz bilan kelishib Zakaz bilan. Probasi 585 ekan. Shu komplektcha gram buni 324 deydi. Bola чисто российский 585 proba oltinni garantiya libo yere tekshirtirib olaveradilar. Bizlar ishonmasalar, biz o'zlarimiz masalan to'ychilar bo'lganlar masalan kimdir kelsa, uka menga komplekt kerak, yo bo'lmasam adini sirg'a kerak, yo uzuk kerak, российский deydigan bo'lsa, biz o'zlarimiz tavsiya etib beramiz, tekshirib ham beramiz oltinni. Nechga ekanini. Agar bizlar ishonmaydigan yo'q, endi masalan 5 barmoqdan emas, ko'pchilik o'ylaydi, oltinchilar tashkentskiy narsani berib berishi mumkin, boshqa etish mumkin deb o'ylaydilar. Agar bunday xiyol bo'lmasligi uchun, odamda gumon bo'lmasligi uchun biz aytamiz, no narsani oladi bizda bu yerdan. Rossiyskiy sirg'a olamiz, sepochka olamiz, qulon olamiz, komplektlar olamiz. No narsa olishdan qat'iy nazar O'zbekiston Respublikasining liboy bir joyina borib turib, tekshirtirib, xolasi maslahatlashib, o'zini donishib olamiz, zargari bo'lamiz, oltinchisi bo'lamiz, tekshirtirib olsalar bo'ladi. Oltinimizda garantiya. Garantiya bu чисто российский bo'ladi bular. Чисто российский. Ya masalan российский deb turib Toshkentskidan yubormaysiz. Yo'q. Bunday narsa kerakmaydi. Uning uchun birga odam ikkinchi marta kelishi kerak. Birga odamni qaytib kelmasdi deb ko'zini o'yib bergandan ko'ra, bir marta kelgan odam ikkinchi marta kelishi kerak. Og'ayni-o'g'illarni keladi u odam. Sog'liq bo'lib qolishi kerak klient. Necha so'mdan oltinlarning baholari? Oltinlarning bahasi grami 900 ming so'mdan, чисто российскийlarni eng yaxshisi 900 ming so'mdan. Masalan, brilliant qilislar ham bor. Ko'pchilik aytadi, brilliant bo'lsa deydi, bahasi qimmatlaydi deydi. Bahasi qimmatlamaydi. Bizning shu 583-do'konda Muqaddas Gold Diamond do'konimizdan xudo xolasa hammasini grami 900 ming so'mdan. Sepochka olamiz, qulon olamiz, uzuk olamiz, komplekt olamiz, grami 900 ming so'mdan. Nov bosadi. Nov olishidan qat'iy nazar, чисто российский 585 proba oltinlarimiz hammasi grami 900 ming so'mdan. 900 ming so'mdan. Yo'q. Bular necha gram chiqadi o'rtacha? Bular inim deyin. Tarazingiz bormi? Tarazimiz bor. Tarazimizni bizning shunday tarazilarimiz ham bor. Yine milliy tarazilarimiz ham bor. Har turli klientlar xohlagan tarazilarimiz ham bor. Bu tarazi GOST standartidan o'tgan bu toshni o'lchaydigan tarazilardan. Yoqib ko'zini oldida o'lchab beramiz. Masalan, klientlar keladi, uka deydi, menga deydi, brilliant sirg'a kerak deydi, brilliant komplekt kerak deydi.
Ina bu brilliant komplekt. Bu brilliant deyiladi. Bu Baxça Saray ko'pchilik buni bilgan biladi, avvaldan kelayotirgan. Yo'q, tozacha brilliantlar kerak deydigan bo'lsa, inayam deb brilliantlarimiz bor. Bu toza chiqqani bular. Ava, toza chiqqani. Bola 585, qoshlari brilliant, oltini rossiyskiy liboyera tekshirib olaversana bo'ladi. To'qa solib tekshirib beramiz. Mana qoshi brilliant bo'ladi. Ko'pchilik shu narsani tushunmaydi ekan, to'g'risi tushunmaydigan odamlar ham bor ekan. Shuning uchun tushuntirib berib o'tishga harakat etamiz. Mana qoshi brilliant bo'ladi. Qoshi. Pasi oltin bo'ladi. Pasi oltin bo'ladi. Qarang, men sizga farqini ham ko'rsatib berib o'tmaydi. Inoba 585 oltin. Bom 585 oltin. Mana atari o'ng qo'limda turganini atari qoshi prostoy shisha qash. Yo'q. Bergisi brilliant. Mana bu narsa bilan bu narsaning farqi navoda desangiz, brilliantga sal qimmatroq yuradi. Inamani grami 890 ming so'mdan yuradi. Bu narsani. Sal arzonroq, grami 10 ming so'm. Farqi navoda desangiz, bu narsani oladigan vaqtingizda olasiz. Kimni olishingizdan qat'iy nazar, qaysi bir oltinchidan olishingizdan qat'iy nazar. Olganingizdan keyin bir 2 yildan keyin, 1 yildan keyin kelasizdan bu narsani sotajaksiz. Sotajak bo'lsangiz, qoshini o'zini optash yillarda oltinni o'zini oladilar. So'm oltin. Qoshini o'zi optash oladi. Shuning uchun 890 ming so'mdan yuradi hozir. Inabi grami 900 ming so'mdan yuradi. Bu qoshlari brilliant. Buni qachon sotajak bo'lsangiz ham, qosh boshi bilan hisoblab ol, hammasini teraziga tashlab o'lchab oladilar. Hech narsasini qaytmaydi. Ya bo'lmasa 2 kalla bo'lsa, qaytib kelajak. Lekin sinmagan, yaxshi qarab turib ishlatgan, 3 so'mda bularni ham olasizmi axir? Yo'q, masalan, men deyman, shu narsani ham aytaman. Bizning do'konga kelib turib, qaysi bir klient nov olishidan qat'iy nazar, ha? Olishidan narsa olishidan qat'iy nazar. Masalan, ina shu komplektni oldilar, 6 million so'm oldilar. Приблизительно taxminan aytaman, 6 million so'm oldi. Oldidan uka dedi, mana olib ketgandan keyin 1 oydan keyin keldi, 1 yildan keyin, haftadan keyin, 10 kundan keyin, yo 5 oydan qachon kelishidan qat'iy nazar. Masalan, yaqin bir 2 oylikda keladigan bo'lsa, shuni 6 million so'm berdikmi? Shu 6 million so'm sindirmasa, ya yampaytirmasa, ya umuman o'zikini yampaytirib qo'yib, netmasa, defekt bilan olib kelmasa, biz o'zlarimiz 6 million so'm bergan bo'lsak, 6 million so'm hisoblab olamiz. Shu bahoni o'zini olamiz. Shu bahoni o'zini olamiz. Sindirmasalar bo'ldi. Nechun desa singan narsani hech kim ham daqasi kelmaydi. Singan bo'lsa, masalan, arnattirib kelsalar, sinib qolgan bo'lsa, boshqa bo'lmasa. Endi qaranglar. Siz agar o'ziki sinib qolgan bo'lsa, metal lomatmi? Lomat bo'lamiz. Lom degani singan yampaqallarni boqasiz. Masalan, ina shu uzukni komplektni oldilar deylik. Uzukni sindirib qo'ydilar. Uzuk oyoq tiyinda qolib, bir yerda qolib, sinib qoldi. Sirg'asi butun. Masalan, ina shu narsani gramini 900 ming so'mdan komplektni gramini 900 ming so'mdan bergan bo'lsak, sirg'asi uzukini olib keladi. Uzuk singan, sirg'asi butun, to'g'rimi? Sirg'asini teraziga tashimizda gramini 900 ming so'mdan qaytarib olamizlar. Uzukini lom baqacha so'm bo'lib turgan bo'lsa, tanlar shu baqani hisoblab olamiz. Hozircha so'm bugun. Hozir bugungi baqani o'zida grami 760 ming so'mdan lom baqasi. 760 ming so'm. 760 ming so'mdan. Soniq bo'lsa 760 ta olasiz. Ava, 760 dan. Endi oltin shu vaqtida ko'tarilgan bo'lsa, masalan, gramini 800 dan olib turgan bo'lsak, shu vaqtida shu vaqtning bahasini hisoblab olamiz. Ana shunday. Ya do'stlar, ko'rsatdik bularni shu olaman deb yurganlar uchun. Yana assortimentlar ko'p beda. Bundaylar ham bor ekan. Bu ina shu komplektlarning ichida to'g'risi shuncha bu yerda 80 dona komplekt bor. 80 dona komplektning ichida bir dona fianet ina shu. Fianet degani qosh prostoy. Prostoy. Qosh prostoyni fianet deydilar. T585 oltini tok ko'taradi, 100% garantiya. Brilliant emas. Bu 80 dona komplektning ichida bo'lgan ina shu fianet. Bir dana shu. Qani hammasi bu yerda probik deyapman. Proba 585, bu yerda 583 probasi. Xo'p. Nima u farqi? Farqi mendin. Masalan, bizlar qog'ozi bilan keladi, o'zi ostida. Zavoddan keladi, qog'ozi bilan, bo'lombalari bilan keladi. Ina bu narsalar hozir to'g'risi sen gap qoldi, shundan keyin aytib o'tib berib ketajakman, tushuntirib berib o'tib ketajakman qisqasi. Bu narsa hozir zavoddan keldi, olib turibman, hali endi qo'yib turibman vejlarni. Ko'pchilik klientlar keladidan, uka dedi, bu narsalaring dedi, bo'lombalarni, doshlarni, qog'ozlarni olib qo'yamiz. Bana olib qo'yamiz. Shtobi klient keladidan o'lchaydi, teraziga tashiymiz. Ina qog'ozi, bo'lombalar ham gramga kelib ketmasligi uchun bu yoqqa olib qo'yamiz. Keyin klient bilan baraka aytganimizdan keyin qog'oz bo'lombalarni qaytadan qistirib beramiz ko'zini oldinda. Ko'zini oldinda qistirib beramiz. Ko'zini oldinda qistirib beramiz. Shtobi ya gramga kelib ketmasligi uchun, klientning zarar bo'lib qolmasligi uchun. Bu gram ham do'stlar, masalan, bu qog'ozdan ham tashlab bersa, ustunda pul o'ynab ketadi buni. Yaxshigina pul o'ynaydi. Masalan, 1 gram bo'lsa 800-900 ming so'm pul olaliganda o'ynab beradi. Ava, 1 gram, lekin 1 gram chiqmaydi, yarim gram atrofida chiqadi. Ava. Sal ziyodroq masalan. Assortimentlar ko'p. Bir olaman desalaring, masalan 100 ga olaman desa bo'lmaydilar. No?
102 bo'lmasa sirg'a olaman desa, birlasini o'zi. Yani üzükni özünü alaman dese, doğru mu? Evet. Sırganı eddini özünü alaman deydi olmasa, bemalol bir yerde üzük sırgalarımızda göredi, eddini az doğrusu bir neye taşıp Şunu mesela 3 tane tuttuk yine. 2 tane bu bir. Şunu özüne maddini satasılar. satamız. Bunlara maddini satılar. Evet, üzükünü eddini dese, üzükünü eddini, sırgasını eddini dese, sırgasını eddini. Eteri bir nesene aytıp ötüp bitemen. Bu komplekt gramı 900 bin somdan. Komplekt gramı 900 bin som. Sırgasını alacak mı? Mesela 900 bin somdan olsa 910 bin somdan düşerdi. Sırgasını özü. Eddini. Kıymatarak. Evet. 910 vurup verese. 910'la vurup veremiz. Üzükünü alacak mı? 910'la vurup veremiz. Ne için? Yine bu nerseni üzükünü sen biri aldı mı? Klient aldı. Sırgasını üzük aldı. Üzükü alıp getirdi. Doğru mu? Satıldı. Üzükünü zavoddan zakazdan yine aldıramız. Ondan doldur koyuş. Ondan. Evet. Ne için? Eddini sırganı özünü hiç kim amıydı. Kimden kim adam aladı. Her kim. Komplekt alsa 900'dan bolar. Evet. Komplekt alsa arzarak çıkıyordu. Gramında 10 bin son tutkan boladı. Keyin tazalattıracak, ya bo'lmasa zettiracak, kichaytiracak salgan. Unda imkoniyatlardan bakır o'zlaringizda, to'g'rimi? Hava. Hava, men deyin, qarang. Agar bizning dükandan no narsa olishlaridan qat'iy nazar klientlarimiz, to'ychalarimiz bo'lam, kim bo'lishidan qat'iy nazar, no narsa, oddiy kamida 600 ming so'm sotadigan sirg'alarimiz bor, detskiy sirg'alarimiz, 600 ming so'mlik vej olami, olgan narsa, olgan bo'lsa bizning dükandan servis xizmatlarimiz bor. Masalan, o'zini sirg'asi bo'lishi mumkin, uzuki yo sepochkasi. Bozorda 100 ming so'mdan ishlab beriladigan baho, masalan, libo bir zargar 100 ming so'mdan ishlab beraman, mana yenga ina bu narsangiz, uzuki ekan, ina bu narsangizni ishlash kerak ekan, qolaqisi 100 ming so'm, rasxoti 100 ming so'm deydigan bo'lsa, 100 ming so'mdan bo'lgan summalik narsani bizning dükanimizga kelsa, biz besplatni ishlab beramiz. Buning uchun sizdan olgan bo'lish kerak. Buning uchun bizdan olgan bo'lish kerak. Servis xizmatlari do'stlar. Keyin qarang, olajakman. Shu masalan o'rtacha 6 million so'm pul bo'ldi, komplekt. 6 million so'm bo'ldi. Shuni men kredit aytib chiqartirajak masalan, halol narsa. O narsa bormi? Bor. Masalan, pul 7000 qilishi mumkin, bo'lib to'lashni iste'dodlar bor. Bor. Masalan, siz tushunishim bo'yicha muddatli to'lov olasiz. Muddatli to'lov bor. Bizda ikki tur namiz bor, muddatli to'lovimiz bor. Muddatli to'lov 3 oy, 6 oy, 1 yil beramiz. Birinchisini aytib o'tib ketaman. 3 oy, 6 oy, 1 yil beramiz. 3 oy olaman deydigan bo'lsa, masalan, tushunarli bo'lishi uchun masalan tushuntirib. 10 million so'mlik narsa. 10 million so'mlik narsa. 3 oy olacakmisiz bu narsani? Eldan 30% berasiz. 3 million so'm pul berasiz. 3 million so'm pul berasiz. 10 million 500 ga tushadi bu narsa sizga. 3 oy. 10 million 500 ga tushadi. 500 ming so'm mindirib beriladi. Общий summada 10 million 500 ming so'm. 10 million 500 ga berasiz. 3 oyda eldan 30%ni bersangiz, yo'q, meni 30% pul bera olmayman men. Eldan 1 so'msiz chiqaraman deydigan bo'lsangiz, 3 oyga 11 million so'mga tushadi bu narsa. Общий 1 million so'm bilan ustuna? 1 million so'm bilan. 1 million so'm 3 oyda. Havo, agar ko'pchilik aytadi, men 6 oy yo 1 yil olacakman deydigan bo'lsam, endi nelarimiz ham bor. Bular ham bor. Havo. Endi men eng qisqa narsani aytib turmanlar. Keyin masalan, nima bilan kelish kerak? Pasport, plastik. Masalan, muddatli to'lov olaman degan klientlarimiz uchun davlat ishida ishlaydigan bo'lishi kerak. Nelerimiz? Talablari. Talabi. Havo. Davlat ishida ishlaydigan bo'lishi kerak. Ya bo'lmasa pensioner bo'lishi kerak. Ya bo'lmasa 3-varianti plastik bo'lishi kerak. 6 oydan beri kamida 2 million so'm pul aylanib turgan bo'lishi kerak. Оборотында. Havo. Keyin dim krayniyda hech yerda ishlamaydigan odamlar ham chiqarib berib bilamiz. Hech yer. Havo. Bu hali hech qaysi bankda yo'q. Ya bankka borib pul olacak bo'lsangiz ham telefon, no narsa olishingizdan qat'iy nazar оборот karta so'raydi eng kamida. Biza оборот kartani so'ramaymiz. Hech yerda ishlamasam uyinda o'tirgan odamlar ham beramiz. Shuningdek, Oxunjon bankda boshdingizmi hozir? Yo'q. Endi xalqimizga manfaatli bo'lsin. Masalan, nechun desa, ko'pchilik оборот kartasi bo'ladi. Uyinda o'tirgan odamlar ham to'g'risi niyat etadi. Qani, men ham olsam ekan shunday narsa, olishning iloji bormi ekan deydi. To'g'risi, shunday odamlar uchun ham biz yo'l yo'rqani aytib ko'pmiz. Nasibasi yana 4 xil yo'nalish bor. Xohlagan birsida xarid qilib olishlaringiz mumkin bo'ladi do'stlar. Havo. Bularning bilan tarafdan tanishtirik. Bular sepochkilar. Sepochki. Olib ko'rsatdik bir ikkisini. Eng kattasi necha gram berar? Bu yerda hozir eng kattasi 10 gram. 10 gram, inabi gramı yengillar. Bular zimiki deb aytiladi. Chistera siski 585 proba zimikilar.
Biz Zimeykani bir tir yaxshi tarafini aytib o'tib ketamiz. Boshqa do'konlarni bilmayman. Men o'zimga har kim o'ziga javob beradi. Biz Zimeykilarni uzilmasligini garantiya beraman. Uzilmasligini. Endi uzilmasligini garantiya beraman deganda ikki odam chakalamasa bo'ldi. O'yinda turgan vaqt boshqa bir kardinallarga qaraganda qalinligi uzilmasligini garantiya bor. Bu bo'ynini osgandan keyin qarayib qolib turibdi, ko'rinishi ko'radi. Bu oddiy Toshkentskida bo'lamaydi. Endi qarayib turganni nima desam, bizning do'kondan xudoga shukr men 15 yil bo'ldi bozorga chiqaman. Apam ko'na bozordan meni bozorga chiqadi. Hozir yaqinda qo'ydi doğrusu. Nima desam, men o'z bir xarakterim bor. Mol olsam ham, satsam ham, masalan sen satacakmısın? Satacak bo'lsang ham aybini aytib olaman. Aybi bo'lsa aybini aytib olaman. Satacak bo'lsam ham aybini aytib sataman. Men prinsipim shundayni. Nima desam, endi qarayib qoladigan o'zlari keladigan bo'lsak, bizning do'kondan omon chiqala. Bu narsani. Yo, endi o'pshi boshqa do'kon aytib turganim yo'q. Masalan, endi ishtasi-ku bilan birdan shunday bir narsa oldim, bo'ynimni qaraytirib tashlab deydi. Bunday narsa sizda bo'lmaydi, bunday narsalar. 100% garantiya beramiz. Bu novda qarayib qoladi, Toshkentskida qarayib qoladi. Toshkentskida qarayib qoladi. Toshkentskida qarayib qoladi. Bir ham endi o narsa men hozir aytacak narsam 100% odamda bo'ladi. 100% odamda. O narsa nechik narsa. Masalan, rossiyskiy oldingiz, daqtingda klient kimdir? Men bo'lsam, siz bo'lsan, libo bir odam daqtida shu narsa odamdan chiqqan değer bor, değer kislota bo'ladi o'zi aslında. Kislota bo'ladi. Kislota bilan ikkisi oltin reaksiyaga erishadi. Qarayap, ko'pchilik odamni oltin yoqmaydi, ko'pchilik odamni kumush yoqmaydi. Shunday odamlarni ko'rdim, Toshkentskiy yo rossiyskiy narsa oltin daqsa yoqmaydi ekan. To'liq kumush daqsa kumush daqasi keladi ekan odamlar. Bu fandan isbotlangan. Siz ham menga gulgili ishlatish mumkin, lekin fandan isbotlangan narsa. Nima desam, bunday odamlar 100% bo'ladi. Doğrusu. Sat ketadi bu odamlar ham bor. Ava. Lekin oltinimizda garantiya. Bular ham garantiyani uzilmasligini. Keyin qarang, bu 900 ming so'mdan dedingiz. Immun chiq bo'ladi. Bular braslitlar. Braslitlar. Braslitlarning tur-turidan hozir assortimentimiz o'zimizda qolgan shu. Lekin kimga nech variantda kerak bo'ladigan bo'lsa, menga ina shundan kerak. Men ina shunday o'zidan yaxshi gram chiqib qoldi desa, aytib beramiz. Tarazi nolda. 900 ming so'mdan hisoblaganda do'stlar 375 gram chiqdi. 375 bize kalkulyator alışımız gerek ekan bizlar. 375 ko'paytiramiz 900 ming so'mdan. 3.375 ming so'm pul bo'lib turibdi. Bu narsani 375 ming so'm. Lekin shu biroz yetmay ketadi. 3.375 ming so'm pul bo'lib turibdi. Bu bo'ladigan bahasi чисто rossiyskiy yuzdan oldinda o'lchab beramiz, chiqqan grammini yuzdan oldinda grammini 900 ming so'mga hisoblab beramiz. Keyin masalan oltin olajak vaqti spiska taqlab berasizmi axir? Hamma narsasi bo'ladi. Falan gram oldi, falan narsa bo'ldi. Bunday bo'ladi. Masalan, klientimiz geldi, komplekt aldı, ya sepochka aldı, ya bo'lmasam sepochka sirg'a yuzuklarni aldı to'ychalarimiz. Vizitkalarimiz bor, do'kon adreslari yozilgan, telefon nomerlarimiz, Muqaddas Gold Diamond brendlarimiz ham tushirilgan. Orqasini yozib beramiz vizitkani. Komplekt oldimi? Komplekt necha gram? Necha komplekt oldi? Rossiyskiy komplekt oldimi? Necha gram? Sepochka oldimi? Necha gram? Necha gramlik vaz oldi? Yozib beramiz. Komplektni necha so'mga berdik? Sepochkani necha so'mga berdik? Yozib beramiz. Podpis qo'yib beramiz. Shtob ertang uka, men boshqachasini olajaqman endi, vaqt o'ziga o'tgani bilan. Bu model emas, boshqa toza modellardan daqasim bor deb kelsa klient, o'zlarimiz bergan baho hisoblab olamiz. Shuning uchun aniq summalarni yozib beramiz. Üzüb kelmasa, sındırıb kelmasa bo'ldi. Nasibasi. Endi bularni bir ko'rsatib chiqaring baraka. Nechiklari bor, boshqa turlari bor. Bir qator sizlarga ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Shu niyat etib qo'yganlar uchun do'stlar, yana baholari bilan birgalikda hammasini aytdik, assortimentlarni ham ko'rsatib o'tamiz sizlar uchun. Har xillaridan bu ust tarafida bunday chishlar ham bor. Bundaylar ham bor. Doshlarni olib tashlab hisoblasang, masalan, boshqa yuzuklar bo'lsa, brilliant uzuk bo'lsa, brilliant sirg'a bo'lsa, qoshi bilan hisoblanadi. Yo'q, qoshli, ya'ni bir qoshli boshqasi bo'ladi-ku. Qizil qoshli. Uni qoshini qaytib hisoblaymiz. Qaytib hisoblaymiz. Uni qoshlarni qaytib hisoblab beramiz. Qoshini qaytib, nechun desak, yo'q gramma pul to'lamaydi-ku klient ham. Hozir doğrusu bu yerda men sizga ko'rsatib turganlarim komplektlarni bir 60% qoshsiz. Nechun desa, hozir trenddagi narsalar bo'ladi. Eng oxirgi, eng
so'nggi modada chiqib turgan komplektlar. Modniy So'm simlar. oltilar, modniylar, ava. Ertaga satacak vaqtida ham klient ziyonga girmaydi. Nechun desa, qarshi bor ekan, olib tashlash kerak ekan buni demaydi. So'm oltin teraziga tashlaydi, satadi ketadi. Bu ham tarafdagilar bular nechik bo'ladcha so'mdan? Bular ham shu bahada bo'ladi, yomon. Bular ina bergi stolda turganimiz, bu doğrusu to'ychalarimiz uchun, aslında to'ychalarimizni xohlagandek ko'rinishda komplektlar, brilliantlar. Bu yanda ina dinli bir sirg'asında kamaya, uzukunda kaman, uzuki kerakmagan deydi onlar uchun masalan. Bu yana dinni shuning uchun yozib qo'yibmiz. Olib qo'yibmiz. Bular nijniy narsadan, nijniy bizlar opa-singillarimiz daqadon komplektlar bular. Boshqa narsa ekan, bular ham. Bular ham rossiyskiy, просто ko'rinish kichikroq. Yine şimdi komplektlarimiz var. Mesela yine bu komplektimiz чистый rossiyskiy. Bu komplektimiz 585 proba, üstü ak altın, qaşları brilliant. Ortasındaki kaşı izimrut deyiladi. Bu qadimgi narsa bu. Bu narsa. Bu şu duruşu hazır $1200 aytib turibmiz, kelishib beramiz. Ha, duruşunu. Duruşu. Bu narsa qadimgi bo'lgandan keyin bu zakazda topiladi. Kamdan kam odam qidirib yurgan odamlar bo'lsa, bemalol aloqa qilsa bo'ladi. Xudo xolasa do'stlar, har xilidan bor nasibasi. Onlayn savdolar bor. Onlayn savdolarimiz chiqarasizlar, xudo xolasa. Xudo xolasa. Alın, Aqinjon ma'lumotlar uchun katta rahmat. Bo'lib berish xizmatlarini ham aytdik, muddatli to'lovlar ham bor, bemalol kelaverasizlar. Undan tashqari servis xizmatlar ham mavjud. Agar uzilib qoladi bo'lgan taqdirda ham kelib zatartib ketishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari yuziklarni kichaytirib, kattaytirish xizmatlari ham bor sizlarda. Uzuklarni yana shuni ham qo'shimcha sifatida aytib o'taylik. Bizning do'konda uzuklarni kattaytirib, kichaytirish xizmatimiz ham bor. Agar o'zingizda oltiningiz bor yoki quyib ishlatacak bo'lsangiz, qayta boshqacha ishlab berish xizmatimiz ham bor. Qayta quyib ishlab berish. Boshqa turadi. Boshqa turadi. Yo'q, bu yerda masalan komplektlarni ko'rdi, sirg'a uzuklarni ko'rdi, klient xohlamadi. O'zini bir ideyasi, fantaziyasi bor, fantaziyasini chizib olib qolamiz rasmga. Tosh shunday klientga ko'rsatamiz, ina shu fantaziyangizni rasm chizilgan narsa xolismi shuni desak, shu narsani xohlayman deydigan bo'lsa, shu fantaziyasini qarab ishlab berib bilamiz. Masalan, 10 gramlik oltin yuzukini, oltini bor. Ama 5 gramlik ishlatib ishlattiracakman desa. Ishlatib ishlab beramiz. Ishlab beramiz. Oltinni beradi, qolakkimizni beradi, ishlab beramiz. Agar yo'q, menda oltin yo'q uka, men ina shu narsa yoqib qoldi, yo ina bu narsa yoqib qoldi, oltin ham o'zingdan, hamma narsasi o'zingdan desa, pulni beradi, ishlab beramiz. Tartiblab ishlab beramiz. Xudo xolasa. Alın, Aqinjon ma'lumotlar uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar. Siz obunachilarimiz uchun yakti demakdaman, bir adres tushuntirib o'tamiz endi. Do'stlar, baholar yaqqan bo'lsa, oltin yuzuklar yaqqan bo'lsa, bir layklarni bosishni unutmanglar. Xudo xolasa, sizlar yakti demakdaman. 583-do'kon Muqaddas Gold Diamond do'koni. Xudo xolasa, bemalol telefon nomerlarini yozib qo'yibmiz, aloqaga chiqishlaringiz mumkin bo'ladi. Xudo xolasa, hammangiz shuda kutib qolamiz. Adres Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani To'rtko'l buyum bozorida, shu aytib o'tganimizdek, to'g'ri o'rta xatarda o'talik bor. Fitch xatari bor. Shundan bu yon tarafga yursanglar, kiyimchilar xatari o'tib ketsa, agar bu tarafdan bu yandan keladigan bo'lsanglar, do'stlar, bu yandan stenki tarafdan to'g'ri, bombiyondan to'g'ri kirib kelaverishdi. O'rta xatara chap taraf aylanamiz. 583-do'konda. Xudo xolasa, hammangizni shu yerda kutib qolamiz. Yetkazgan vaqtingizdan rozi bo'ling, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar bilan To'rtko'l narx-navo kanali bo'ldi. Obuna bo'lishni unutmanglar, like bosishni unutmanglar.